Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz kichkina akkaunt bo'yicha trade qilishni boshlaymiz. Imminni haftalik tradelar. Men bugun Imminni IBKR brokerini tanlab olganman. Biz endi hozir nimaga small account challenge boshlaganligimizni hozirga tushuntirib ketaman. Xo'p, obuna bo'lib qo'yinglar va pastga like'lar qo'yib qo'ysanglar, video ham yaxshi ochishni boshlaydi. Xo'p, qaranglar, endi sekin boshlaymiz. Men bu yerda hozir sizlarga brokerimni ko'rsatib ketaman. Brokerga spesialniy men kichkina pul Imminni tashlaganman. $550 atrofida. $550 biz $550 bilan targ'ibot qilishni boshlaymiz. Xo'p, nima narsalarni bugun o'rganamiz? Shu narsalarni gaplashib ketamiz. Nimaga Imminni IBKR brokeri men tanlaganman? Shuncha brokerlarning orasidan, chunki juda ko'p brokerlar bor. Menga ko'p tanishlarim va Imminni Instagramdan yoki boshqa joydan platformalardan yozishdi. Iltimos IBKR brokerida qilib ko'ring, chunki O'zbekistonda ko'proq Imminni o'zbeklar IBKR brokeri ishlatishadi. Shu sababdan biz o'sha IBKR brokeri Imminni challenge boshlayapmiz. Imminni kichkina pullar bilan trade qilishi haftalik swing trade deb ataymiz bu narsani. Xo'p, sekin boshlaymiz do'stlar. Nimaga Imminni IBKR brokeri mayli ketdik. Biz cash account bo'yicha gaplashamiz. Bizani oltin qoidamiz bor. Bu qoidaga har doim rioya qilishimiz kerak. Bitta yoki ikkita zilka kirishimiz kerak Imminni haftada. Bu degani bizda cash account bor do'stlar. Cash account degani bu siz ustiga kreditni pulcha qo'yilmagan, marginalniy account ham bor, cash account ham bor. Shu narsani esingizda qolsa, biz cash account targovlar qilamiz, cash accountda trade qilamiz. Bizda nimaga Imminni bitta yoki ikkita zilka haftada tushuntirib ketaman, 20-30 ta emas. Bu fokus ham buzib qo'yadi. Buying power. Bizda Imminni all buying powerimizni faraz qilamiz $5.5 dan bitta aksiyamiz turibdi. $5.5 dan 100 sotib olsak bu $550. Bizani polni full akkauntimizning narxi turibdi. Bu degani men bir haftagacha zilka ochib qo'ysam pul ishlatolmayman boshqa. Yoki bitta yoki ikkita zilka bekorga ham yetilmayapti. Xo'p do'stlar, endi kelinglar marketga kirib boramiz. 4 ta qoidamiz bor. Shu 4 ta qoidani sizlarga qanaqa qilib Imminni ishlatishni step by step ketma-ketligida tushuntirib ketaman. Xo'p, birinchi qoidamiz time and market, vaqt bilan marketni to'g'rilab olish. Chunki biz swing trade qilyapmiz. Shunga narsalarga trading yo'lidan boshqa platformalardan time'ni to'g'rilab olishga. Skanner, skrinerlarimizni to'g'rilab olishimiz kerak. Bu eng kerakli narsalardan biri. Keyingisi bu technical analizni bitta ko'rsatib ketaman sizlarga. Shu narsa orqali biz targovlar ochamiz. Обязательный qoidalar bilan planlar, qanaqa planni tuzib borishimiz. Do'stlar, Imminni nima aksiyalar trade qilyapmiz? Shu narsani ham tushuntirib ketaman. Например, kripto bozorimiz bor yoki bizda forex bozorimiz, tilla bozorimiz bor. Bitta aytaman sizlarga, forex yoki tilla bozorimizni bilsanglar, kreditniy плечо bor, marginalniy deb ataymiz. Spotovoy akkauntda hech qanaqa targovlar qila olmaysiz. Shuning uchun risk отпадает. Imminni kerak emas bizga bu. Kripto yetishimiz mumkin, kriptovalyuta yoki aksiya. O'zi do'stlar, qarang, kripto bilan aksiya qilyapti. O'zi aksiyalarda nima targovlik qilishni yaxshi ko'raman. Istoriyam metod ketsam, men o'zi yoshlikdan aksiyalarga qiziqaman. Finansga yoki Imminni kompaniyani boshqarishga oldin men o'ylardim, kompaniya ochib, biznesmen bo'lib, boy bo'lib mashq qilib ketaman. Kompaniyalar bor, boshqa narsalar bor. Aksiya va boshqa narsa, chunki men SSC diplomlarini o'qib borganman. 9 bosqich diplomini o'tib bo'lganman. Shu sababli men ichki strukturasini bilaman. Qanaqa qilib Imminni aksiyalarda emas, kompaniyani analiz qilishi, kompaniyani bizni отчетlarini, biz kompaniyaning отчетlarini topshirishni bilaman. Shuning uchun men tekshirishni ham bilaman. Shu sababdan menga juda katta qo'limga boy kelyapti bu narsa. Xo'p, endi biz aksiya bilan Imminni kripto nima farqli? Market kapitalizatsiya bo'yicha gapirsam sizlarga, aksiyada примерно $127 trillion pul bor. Endi faraz qilinglar, market kapitalizatsiyasi polni Imminni hamma aksiyalar bo'yicha. Kriptovalyutada market kapitalizatsiyasi 3 yoki 4 trillion dollar. Aksiyalardan 40 barobar kam. Bizda likvidnost degan narsa bor. Likvidnost juda ham katta aksiyalarda. Imminni targovlilaringizga juda ham foyda bo'ladi. Kirish nuqtangiz bilan chiqish nuqtangiz osonroq chiqib, osonroq kirishingizga bu juda katta foyda osqotadi. Chunki kriptovalyutada bunaqa tez kirib, tez chiqib, например, qilsangiz bo'ladi, boshqa narsangiz qilsangiz bo'ladi. No, o'tda problema, zarar kirib qolishingiz osonroq bo'ladi. Shu narsani men ma'noda tutyapman sizlarga. Undan keyin market kapitalizatsiyani aytib ketdim sizlarga, 127 trillion deb. Nima kriptoda kam? Chunki fokus o'tda Bitcoin bilan Ethereum Imminni
kriptovalyutaga qaratilgan. Qolgan Litecoinlarda bunday katta fokus yo'q. Men programmamni qilib qo'yganman. Imенно haftalik trade uchun kriteriyalarni aytib ketaman. Biz nimalar ketma-ket qilishimiz kerak bo'ladi. Earning reports degan narsa bor. Earning reports bu nima qiladi? Bu yerda biz kelayotgan yangiliklarni ko'rib o'tamiz. Qaysi platforma orqali? Oddiy platformamiz bor. Bu platformamiz TradingView. TradingView kirganligingizdan keyin mana momentda galочкаlarni ko'ryapsizlar. Galочкаlar emas, mana yozib qo'ygan earning reportslar bilan. Mana men payt chiqayotgan, mana ko'rdik va imенно qaysi MXL degan ticker aksiyamizni keyingi earning reportsi 5-fevralda chiqar ekan. Например, boshqa aksiyalarga qarab qaysi payt chiqishini ko'rib olamiz. Mana bunda qachon chiqadi, bunda qachon chiqadi, shunga qarab biz ko'rib olib targovlar qila olamiz. Xo'p, keyingisi aksiyalarimizning narxi kamida $2 dan $20 bo'lishi kerak. Chunki bilasizlar, biz depozit kichkina, biz marjinalniy anaqa akkauntda emas, biz imенно cash akkauntda targovlar qilyapmiz. Xo'p, undan keyin biz risk menejmentda gaplashib ketamiz sizlarga. Do'stlar, endi qaranglar, biz hozir brokerlarni taqqoslash qilishni boshlaymiz. Qaysi broker o'zi yaxshi bo'ladi, bizga to'g'ri keladi va qanaqa qilib ishlatsa bo'ladi. Xo'p, Interactive Brokers bo'yicha gaplashsak, aksiya uchun komissiyalar bor. Shu narsani ham esingizda tursin. Juda kichkina. Hozir ko'ryapsizlar. Imенно SIPC sug'urtasi bor $500,000 gacha. Bu degani sizda kapitalingizda $500,000 gacha pul bo'lgan miqdorga sizga страховка beradi. Imенно bu broker. Bu degani juda ham kuchli brokerlardan biri. Bilsanglar, tradingga kirayotgan odamlar yoki kriptoda kirayotgan odamlar qo'rqishadi brokerdan. Chunki ular mana kriptodagilar ko'p qo'rqishadi, chunki ledgerda xranять qilishadi, fleshkada bitcoinlarni, boshqa narsalarni, chunki broker страховка bermagan. Bu yerda aksiyalar bo'yicha страховка berilgan. Chunki bu kompaniyani ulushidori bo'lyapsiz. Bu yerda страховкаlar beriladi, chunki bu boshqacha ozgina ishlaydi. Xo'p. Keyingisi xalqaro bozorlarga chiqqan 150 ta mamlakat, imенно bozorlar, любой bozor, Amerika bozori targovlar qila olasiz, aksiyalarni sota olasiz, Xitoy bozori bo'ladi va hokazo. Minimal depozit 0 dan farqi yo'q. $10, $1, $2 dan ham kiritsangiz bo'ladi. Platformamiz professional TVC bor va mobile bor. Mobile bu telefoningizda ishlatsangiz ham bo'ladi. Kattaroq do'st professional TVC deb beradi. Chunki mana hosillik ko'rsatib ketaman. Bu yerda kattaroq do'st berilgan bo'ladi. Xohlaganingizcha trade qilsanglar bo'ladi, xohlaganingizcha сделкаlar qilsanglar bo'ladi. Bu juda katta plusi bor. Xo'p, endi TD Ameritrade bo'yicha gaplashamiz. Savdo komissiyasi 0 da zo'r. Bunda ham страховкасы bor. Страховкасы $500,000 gacha, ammo esingizda bo'lsin, IBKRda $30 million gacha ham bor ekan. Bu narsani o'zim hayron qolaman. Xalqaro bozorlarda faqat AQSh bozori bor. Amerika bozoriga faqat kira olasizlar aksiyalar bo'yicha. Minimal depozit va Thinkorswim a'lo darajada ishlaydigan telefonda platformasi bor. Robinhood bor, bunda ham 0. Imенно komissiyasi. Bundan 500,000 gacha. Xalqaro bozor faqat AQSh ekan. Oddiy yangi boshlovchilar uchun zo'r turadi. Imенно Robinhood. Biz IBKRda ishlaymiz, chunki O'zbekistonda ko'pchilik imенно traderlar IBKR, imенно aksiya ishlaydigan odamlar IBKRda ishlaydi, chunki udobniyroq. Xo'p, Webull bor. Webull вообще O'zbekistonda ishlay olmaysiz. Imенно bunda Yevropada, Amerikada, boshqa davlatlarda ishlay olasiz. O'zbekistonda ishlay olmaysiz, chunki zapreti bor. Bilmayman nimaga. O'zim ham ochib qilaman desam, gemoroy. Turkiyada ochib kelganman. Turkiyada ishlatsangiz bo'ladi, boshqa shaharlarda ishlatsangiz bo'ladi. No, bizda ishlata olmaysiz. Xo'p, biz farqlarni ko'rib ketdik, imенно brokerlarni. Do'stlar, endi biz texnikal analizga o'tishni boshlaymiz. Struktura degan narsamiz bor. Struktura orqali biz targovlar qilishni boshlaymiz. Strukturada o'zi qanaqa targovlar qilinadi, shu narsani ham tushuntirib ketaman. Strukturamiz ikki xil bor. Ikki xilida targovlar qilamiz ko'proq. Birinchisi bu uptrendda, undan keyin bokovoy zonada targovlar qilishimiz mumkin bo'ladi. Qanaqa qilib ko'rsatib ketaman. Faraz qilamiz, narximiz chiqyapti, tushyapti, grafiklarda ko'rgansiz. Bu yerda tushuntirib ketaman, o'zi nima bo'lyapti narxlarimizda. Bizda maksimumlarimiz bor va minimumlarimiz bor. Shu narsalar bo'yicha o'zi aniqlashtirib olamiz sizlar bilan. Qaranglar, maksimum bo'yicha gaplashib o'tib ketsak, har doim maksimumga chiqqandan keyin narximiz, kompaniyamiz narxi tushib boradi. Sababini aytib ketaman. Ko'pchilik odamlar imенно pastroq zonalarda sotib olgan bo'lsa, narxini teparoq zonada sotib yuboradi. Faraz qilamiz, men $5 million ga aksiya sotib oldim deb. Juda katta tepaga chiqishga anaqa juda katta fundament beradi tepaga chiqishga. Sababli narximiz tepaga chiqyapti va imенно $5 million сделкамni sotaveryapman 7 millionga chiqqanda. Faraz qilamiz,
7 millionga chiqqanda shuncha odam sotib olish kerak bo'ladi, shu bo'shliqqa qoldirish uchun. Bo'shliq qoldira olmaydi ko'pchilik odam, chunki imini yetib bormaydi. Shunaqa katta spekulyant deb narximiz ozgina pastga tushib o'ynaydi. Shu joyda tushgandan keyin ko'ryapsizlar, pastga tushdi low. Sekin high, low high. Biz qanaqa targovlar qilamiz? Biz ko'proq highimizni buzib o'tayotgandan keyin zilkani ochishni boshlaymiz. Shu narsani ko'rsatib ketaman sizlarga, qanaqa targovlar qilishni. Xo'p, birinchi strukturani ko'rib oldik. Bu bullish struktura. Narximiz uptrend deymiz. Undan keyin bokovoy zonani tushuntirib ketaman sizlarga. Narximiz imini bir joyda qotib o'ynayotganligida biz lowlardan va highlardan foydalana olishimiz mumkin. Xo'p. Tak, bu zonada mana oldingi maksimumini qo'yamiz va oldingi minimumni qo'yamiz. Kamida ikkita kasaniya bo'lishi kerak. Bu degani mana birinchi kasaniyamiz bor, maksimumda ikkinchi kasaniyamiz bor. Bo'ldi, uchinchi kasaniya ham o'sha yerda tegadi, значит, mashitdan narximiz pastga ketish ehtimolligi bor. Pastda ham shunaqa, lowda ham bir va ikkita kasaniya bo'lsa bo'ldi va uchinchi kasaniyada zilka ochsak bo'ladi. Xo'p. Endi bu yerda sizlarga strukturada targovlar qilish tushuntirib ketaman. Faraz qilamiz, tak, MXL degan aksiyamizga kiramiz. MXL aksiya kirganligimizdan keyin biz erarimizni kamida 1 ga 2 ishlashimiz kerak. Bu degani bitta narsani yo'qotishga roziman, ikkita narsaga ega bo'lishga. Faraz qilamiz, men $5 yo'qotishga roziman. $15, $10 pul topishga. $5 yo'qotishga roziman, $10 pul topishga. Nimaga bunaqa strategiyada ishlaymiz? Erarimiz bunaqa kichkina, chunki biz kattaroq rezultat olishimiz kerak. Bu bir, undan keyin qanchalik eraringiz kichkina bo'lsa, bu o'zini medianasi bor. Endi kalkulyatsiya matematikani yaxshi tushunsangiz, bu narsani to'g'rilab olsa bo'ladi. Win rateimiz ancha oshgan bo'ladi. Win rateimiz oshgan bo'lsa, bu degani yaxshiroq degani stabilniy zarobat qila olamiz. Stabilniy foyda topishimiz bizga qiziqroq. Chem impulsiv targovlar qilib tashlab, например, erarimiz 1 ga 5, 1 ga 6 bo'lsa, bu juda katta imini psixologiyani ta'sir qilib qolishi mumkin. Chunki biz erarimizdan 1 ga 2 qilib qo'yamiz. Xo'p. Endi biz qanaqa targovlar qilishimizni tushuntirib ketaman sizlarga. Biz time frame'larni olamiz. Swing trade qilayotganligimizni mana TradingView'da biz kamida daily bilan 4 soatlik, uzr adashimman. Biz imini swing trade qilayotganligimizda biz haftalik bilan 4 soatlik va 1 soatlik tushishimiz mumkin bo'ladi. Haftalikda overall marketni ko'rib olamiz, qanaqa yurayotganligini faraz qilamiz. Bu marketimizda strukturani ishlatamiz. Strukturani qanaqa ishlatamiz? Biz mana 4 soatlik time frame'ga tushamiz. 4 soatlik time frame'ga tushganligimizdan keyin mana narximizni qanaqa o'sayotganligini ko'ramiz. Qaranglar do'stlar. Mana rovna mana bu yerda zo'r bo'lib bergan. Mana strukturamiz ko'rsangiz bo'ladi. Strukturamiz narxi tepaga o'sgan. Mana high'imiz bor, low'imiz bor. To'g'rimi? Mana bu yerda zilka narximizni tepaga chiqa olmay qoldi. Bu yerda qanaqa zilga kirishimiz kerak? Shu joy juda ko'p odamga qiziq bo'ladi. Mana bu yerda, например, ko'pchilik kirib qo'yishi ham mumkin. Yoki hammani o'rtaroqda kirib qo'yishi mumkin. Bu katta xato bo'ladi, do'stlar. Shuning uchun sizlarga qanaqa zilga kirishni tushuntirib ketaman. O'sha oldingi maksimumimizni обязательно buzib o'tish kerak bo'ladi, imini narximizni. Значит, mana bu yerda ko'rgan bo'lsanglar, oldingi maksimumimizni buzib o'tib ketmadi. Bo'ldi, narximizni kutamiz, zilkamizni. Bo'ldi, zilkamizni kutamiz. Tushgandan keyin mana pastga yana tushdi, low berdi. Undan keyin mana zonamizni buzib o'tib ketdi. Mana momentdan zilka ochishni boshladim. Mana buy 12, mana $13 dan zilkani ochdim deymiz. Endi aytganligimiz bo'yicha erarimiz 1 ga 2 bo'lsa, do'stlar, risk managementga обязательно qarashimiz kerak bo'ladi. Erarimiz 1 ga 2 bo'lganligida nima qilamiz? Xo'p, $13ligida zilkamizni ochdik. Faraz qilamiz, mana $13ligida men zilkamni ochdim. Mana zonasida men ochdim. Faraz qilamiz, kamida bizni take profitimiz 10% bo'lishi kerak, kamida 30% gacha. Biz uni 70-80% qaramaymiz. Sababini ham tushuntirib ketaman keyinroq. Faraz qilamiz, mana shu zonada endi o'zini faktorlariga qarab olamiz. Liquidness degan narsani aytib ketganman sizlarga. Kamida ham zonaga chiqish ehtimolligi borligini ko'rganmiz. Mana ham zonaga tushsak. Xo'p, do'stlar, mana shu analiz qilishni o'rganmoqchi bo'lsanglar, boshqa imminni fundamental tahlillar yoki texnik tahlillarni aksarida ozgina boshqaroq bo'ladi. Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, Telegram kanalimda ko'proq informatsiyalar berib ketaman va YouTube'da ko'proq meni kuzatinglar va podpis qilib qo'yinglar. Xo'p, ketdik do'stlar. Qaranglar. Mana bu yerda zilkamni $13 ochdim. Kamida mana 30% qo'ydik desa ham bo'ladi. Mana 30% deylik. Qachon zilkamni ochdim? Mana bu paytda ochdim. Xo'p.
Сделкam ochildi va stop loss qo'yamiz. Stop loss обязательный erarimizni 1.2 to'g'rimi? 30% bo'lsa bizning take profitimiz, значит bizning stop lossimiz necha? 15% bo'lar ekan. Даже juda katta zonada ekan. No, bu o'zimizni safety, o'zimizni yaxshiroq his qilishimiz uchun kattaroq hisob qo'yilyapti. Katta emas, даже bu erari 1 ga 2 bo'lyapti. Xo'p, bu zonada ko'ramiz, narximiz если 13 dollardan pastga tushib ketib, 11 ga chiqib yana chiqib olganligida tekimizdan urardi yoki pastroq tushib ketganligida stop lossimiz teyardi. Xo'p, ko'rsanglar bo'ladi, qaysi paytgacha narximiz chiqdi. 24-iyun сделка ochayotgan bo'lsak, narximiz iyul, даже 1 oy kutayotgan ekanmiz do'stlar, qaranglar. 1 oy kutilyapti bu сделкamizni именно take profit deyishiga. Gap yo'q. Do'stlar, biz disiplinaga qattiq rioya qilishimiz kerak bo'ladi. Shu sababdan yaxshilab disiplina bilan ushlaylik. Xo'p, ko'rdinglar, moment erarimiz 1 ga 1 bo'lsa, 1 ga 2 bo'lsa, erarimiz 1 ga 2 bo'lsa, biz qanaqa торговля qilamiz? Ketdik. Takeimizni botga qo'ydik, stopimizni 7% qilsak ham, mana 7%. Narxim 15-16 dollarda ochilyapti, 18.27 da yopilyapti. Mana shu qilib biz zilkadan foyda olamiz. Endi qaranglar. Har xil joylarni ko'rsatib ketaman sizlarga. Faraz qilamiz, do'stlar, mana shu zonada siz sotib olgan bo'lar edingizmi? Faraz qilamiz, mana bu zonamiz ko'rinmayapti. Mana bu zonada siz sotib olgan bo'lar edingizmi? Ikki xil variant bor. Ko'pchilik aytadi, ha. Sababini aytaman, bekor gap. Chunki esingizda bo'lsin, o'zini именно o'zini ложный пробойлari bo'ladi. Bizda mana 1 soatlik time frame da ko'rayotgan bo'lsak, bilsanglar, har 1 soatda bir dona svechamiz yaraladi. Bu degani bizda ko'rsanglar, mana ложный пробойларimiz ko'rdinglar. Narximiz buzgan. Mana shu ko'pchilik ochib yuboradi сделканы. Ochib bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Narximiz stopiga tegib, pastga tushib ketadi. Shu uchun biz обязательно keyingi svechamiz ochilishini kutishimiz kerak bo'ladi. Bu svecha biz o'tib ketgandan keyin keyingi svecha ochilishini kutamiz. O'shandan keyin aniq именно сделкamiz ochilishi bo'ladi. Undan keyin biz yana gap bilan qo'shib borsak bo'ladi. Bu degan gap o'zi nima? Gap bu bo'shliq. Bu bo'shliqdan siz foydalanmoqsiz bo'ladi. Bo'shliq qanaqa o'zi nima yaraladi? Gap mana bunaqa bo'shliqlar. Ko'ryapsiz, juda katta bo'shliq qoldirib ketishi mumkin narximizni yoki juda kichkina bo'shliq qoldirib ketishi mumkin. Biz mana shu narsalarga qarab sotib olsak bo'ladi. Endi bular bilan qanaqa ishlatish keyingi darsda tushuntirib ketaman. Narximiz tegmadi, ko'rasizlar. Biz o'tib keta olmadi. Bu momentda gap yaralib berdi. Ko'rgan bo'lsanglar, mana gap yaralib bergandan keyin biz nima qilsak bo'ladi? Mana shu yerdan keyin уже svechamiz ketdi narx tepaga chiqishga. Mana shu zilka ochib olsak ham bo'ladi. Endi xohlasanglar biz o'tib ketgandan keyin ochamiz, gapdan keyin risk ochib olsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz gapdan keyin risk ochib olsangiz ham bo'ladi. Endi biz narximizni 40 dollarga sotib olamiz. Take profitimizni kamida oldingi haylargacha bo'ladi. Bu deganimda 35% take profitimiz bor. Endi ko'rdinglar, qanaqa торговля qilish uchun oldinglar hozir bo'tdi. Endi do'stlar, biz kichkina akkauntimizni trading planini qilishimiz kerak. Juda muhim narsalardan biri. Biz market hours, market vaqti. Biz hozir swing trade qilayotganligimiz uchun biz market hoursimizni soat o'zbek vaqti bilan 19:00 dan kechqurun 2 gacha ochiq bo'ladi. Day trader bo'lsangiz, day trade ga именно IBKR dan boshqa imina qiladi. 2000 dollargacha 2000 dollargacha depozit qilish kerak. Bilsangiz, day tradingda именно kunlik sotib olib, kunlik sotib olish mumkin emas aksariyatda. Именно yozilib qo'yilgan, именно din bo'yicha kamida 2 kun. Shu narsalar esingizda tursin. Shu sababdan day trading bizga buncha qiziq bo'lmaganligi uchun market hours mana shunaqa bo'lyapti. O'zi market hours ko'proq bo'ladi. Pre-market, after hoursda boshqa narsalar bor. Bu narsada kirolmaymiz. Xo'p, vaqtimiz именно qancha ishlashimiz kerak bo'ladi? Haftada 5 soat yetadi yoki 4 soat ham. Chunki biz kirib zilkalarni sekin ketma-ketlikda analiz qilib chiqamiz. Analiz qilganligidan keyin yozib, undan keyin zilkaga kiramiz. Xo'p, keyingisi qanaqa tiplar, qanaqa aksiyalarni sotib olishimiz kerak? Aytganligimdek 2 dollardan 20 dollargacha va qatdan biz aksiyalarni topib olamiz. Bu eng muhim narsalardan biri. Hozir aytyapsiz, mana aksiyalarni saralab olgan ekansiz, tayyor ekan. Ammo qatdan topaman degan savol bor. Siz topishingiz uchun biz Yahoo Finance degan ilovaga, именно Yahoo Finance degan joyga kiramiz.
Yahoo Finance orqali kompyuterda ham qilsangiz bo'ladi, telefonda ham qilsangiz bo'ladi. Telefonda ancha udobniyroq bo'ladi. Aksiyalarni tanlab olish uchun mana marketga kirdik, stocks bor. Most active bor, day gainers bor, day losers, o'shalarga qarab tanlaysiz. Mana most active bitta kiraman. Esingizda bo'lsin, bizda $2 dan $20 gacha. Mana Nvidia aksiyamiz bor, juda qimmat aksiyalar bular. Price ko'ryapsiz mana. Big Bear 674, mana $2, mana shu qilib topsangiz bo'ladi va o'sha narsalarni topganingizdan keyin tickerni просто tradingga watchlistingizga saqlanib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, endi technical analiz bo'yicha gaplashsak. Biz struktura plus gapni ishlatyapmiz. Fundamental analizlarni o'rganishingiz uchun, xudo xolisa, keyingi darsda o'rgatib o'tib ketaman. Esingizda bo'lsin, Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Pastda linkini qoldirib ketaman. Qo'shilib olsanglar bo'ladi. Men u yerda o'zimni targovlarim ko'rsatib ketaman. Qanaqa ko'p xatolarga uchrayotganligimni o'zim o'tib ketaman. Undan keyin boshlang'ich treyderlar qanaqa xatoga uchrashini o'tib ketaman va ko'p informatsiyalar berib o'tib ketaman. Imенно finans bo'yicha, bu aksiyalar bo'yicha bo'ladi, IPOlar qanaqa qo'shilish mumkin. O'zbek IPOlarga yaqinda, например, GMK bo'ldi, boshqa kompaniyalarniki bo'ladi. Например, o'zingiz bilasizlar, Akfaniki ham bo'lyapti va hokazo. Shuning uchun sizlarga ko'p informatsiyalar Telegramda bo'ladi. Xo'p, bizning maksimal riskimiz, kapitalimiz bu 10% bo'ladi. 10% gacha mumkin qilish и bizda maksimal profit targetimiz o'zi примерно $10 dan $30 gacha bo'ladi. Shu narsani esingizga miyangizga qo'yib olinglar. Bu degani bo'ldi, men hozir targetim imенно take profitimga teggandan keyin men bo'ldi, bu yerda ona xotin bo'lib, yana zelkani kutib teparoqga chiqqanda foyda qolaman degan narsa xato. Da o'xshab qoladi bir xillarida, no bir xillarida tepaga chiqib, yana bitib pastga oqib bergandan keyin pullaringiz bekor so'pustaydi. Bu psixologiyaga ta'sir qilishi mumkin. Psixologiyaga ta'sir qilmasligi uchun sizlarga qattiq fokus ushlab, disiplinani ushlab targovlik qilganingiz yaxshiroq. Xo'p, biz haftada bitta yoki ikkita trade qilamiz. Shartligini tushuntirib ketaman. Birinchisi, bu fokusingiz buziladi. Если siz haftada kamida mana shunaqa ko'pida targovlik qilmasangiz, chunki bundan ko'p targovlik qilish mumkin emas. 30 ta 20 ta o'zingizcha aksiyalarni topib olib, $2, $5 yoki sentlardan topib olib, kirib tashlayman, kapitalimga $550 pulim bo'lsa, 10 xil aksiyalar sotib olaman, bo'lib diversifikatsiya qilib desanglar, bu katta xato. Bunaqa ish qilmanglar, chunki balansinglarni o'ynatib tashlasanglar mumkin. Undan keyin полный depoga yoki yarmiga sotib olasizlar, обязательно esingizda bo'lsin, yoki 70% ga sotib olinglar. Baribir ham qanchadir miqdori qolishi kerak bo'ladi. Do'stlar, videomiz ham yakuniga yetdi. Xudo xolisa, yana shunaqa informatsiyalarni xohlasanglar, kommentariyaga yozinglar. Sizlarga informatsiya yana berib o'tib ketaman. Undan keyin menga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Instagramim bor, YouTube'im bor va обязательно Telegramim bor. Hammasida men sizlarga informatsiyalar ulashib boraman.